Assalomu alaykum. Bugungi brifingda men O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Samarqand viloyat hududiy boshqarmasi tomonidan joriy yilning yanvar-aprel oylari davomida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot beraman. Raqobatni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha bozor ishtirokchilariga yuqori likvidli tovarlardan foydalanishda teng shart-sharoitlarni ta'minlash yuzasidan mahsulotlarni birja savdolari orqali sotilishi nazoratga olingan. O'tkazilgan o'rganishlar natijasida mahsulotlarni birja savdolariga belgilangan grafiklarga nisbatan kam miqdorda qo'yish holatlari bo'yicha 15 ta un ishlab chiqaruvchi va 4 ta paxta yog'i ishlab chiqaruvchi korxonalarga nisbatan choralar ko'rilib, un va paxta yog'i mahsulotlarini belgilangan tartibda birja savdolariga qo'yib borish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Amalga oshirilgan ishlar natijasi bo'yicha viloyatdagi ishlab chiqaruvchilar tomonidan paxta tolasi, paxta texnik chigiti, paxta yog'i, paxta shiroti, paxta sheluxasi, bug'doy, un, omuxta yem, sement kabi mahsulotlarning birja savdolari orqali sotilishi ta'minlandi. Viloyatning Payariq tumanida yashovchi fuqarolar tomonidan tumanda joylashgan avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchalarida gaz narxlarining asossiz ravishda oshirilganligi hamda qo'shni tumanlardagi narxlarga nisbatan qimmatliligi yuzasidan kelib tushgan murojaatlarni o'rganish natijalari bo'yicha tumandagi 11 ta shoxobchalar tomonidan iste'molchilarga 1 metr kub siqilgan gaz mahsulotlarini asosiy ravishda o'rtacha 300 so'mga bir vaqtda oshirilib sotilayotganligi aniqlandi. Ushbu holatlar bo'yicha hududiy boshqarma tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan raqobatga qarshi muvofiqlashtirilgan harakatlar sodir etilganligi yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. Shuningdek, aniqlangan qonun buzilish holatlarini bartaraf etish hamda kelgusida yo'l qo'ymaslik yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi. O'zganing tovar belgisidan va unga o'xshash bo'lgan tovar belgilaridan egasining roziligisiz foydalanish bilan bog'liq insofsiz raqobat holatlari bo'yicha 5 ta murojaat o'rganib chiqildi. Ushbu murojaatlarni o'rganish natijasi bo'yicha insofsiz raqobatga yo'l qo'ygan korxonalarga nisbatan tegishli choralar ko'rildi hamda qonunni buzish holatlarini bartaraf etish hamda kelgusida yo'l qo'ymaslik to'g'risida ko'rsatmalar berildi. Hududiy boshqarma tomonidan tanlov tender va davlat xaridlarida raqobatni ta'minlash ham tegishli nazoratga olingan. Viloyatda joriy yilning o'tgan davri davomida jami 466 ta tanlov savdolari o'rganib chiqilib, 415 tasida kamchiliklar aniqlangan. Shundan 3 ta holatda ishtirokchilar o'rtasida afillanganlik bo'yicha, 4 ta holatda savdolar ishtirokchilarga asossiz talablar qo'yish holati bo'yicha, 408 ta holatda savdolar o'tkazishni qonun hujjatlarida belgilangan tartibini buzish holatlari aniqlangan. Hududiy boshqarma tomonidan qonun buzish holatlariga yo'l qo'ygan korxonalarda davlat xaridlarini amalga oshirish jarayonida raqobatni ta'minlash yuzasidan ko'rsatmalar berilgan va korxonalarning mansabdor shaxslariga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Tovar va moliya bozorida sog'lom raqobat muhitini ta'minlash va raqobatni rivojlantirish yuzasidan 10 ta tovar ish xizmatlar bozorida o'rganish va tahlil ishlari o'tkazildi. Jumladan, ijtimoiy turdagi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari hisoblangan sut va sut mahsulotlari, paxta va kungaboqar yog'i, mol go'shti, parranda go'shti, tuxum kabi mahsulotlarni ishlab chiqarishdan boshlab oxirgi iste'molchiga yetkazib beriladigan zanjir tahlil etildi. O'tkazilgan o'rganish va tahlil natijalari bo'yicha viloyatda raqobatga salbiy ko'rsatuvchi omillar va muammolar hamda raqobatni rivojlantirish yuzasidan takliflar Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasiga va viloyat hokimligiga taqdim etildi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama faoliyatini tartibga solish yo'nalishi bo'yicha hududiy boshqarmaga 2026 yil yanvar-aprel oylari davomida 1726 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, 1124 tasi uy-joy va kommunal, 343 tasi savdo va umumiy ovqatlanish, 226 tasi aloqa va ijtimoiy xizmatlar, 33 tasi reklama va boshqa sohalarni tashkil etadi. Amalga oshirilgan ishlar natijasida murojaatlarning 1634 tasi qanoatlantirilgan, 63 tasi huquqiy ma'lumot berish orqali hal etilgan, 15 tasiga tushuntirish berilgan, bittasi tegishliligi bo'yicha ko'rib chiqishlik uchun vakolatli organlarga yuborilgan bo'lib, ko'rib chiqilgan jami murojaatlarning 95% ijobiy hal etilgan. Hududiy boshqarma tomonidan jami 30 ta nazorat xaridi o'tkazilgan. Shundan 3 tasida mahsulotlarning sifatsizligi aniqlangan hamda o'tkazilgan nazorat xaridi tadbirida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan hududiy boshqarma tomonidan tegishli choralar amalga oshirilgan. Hududiy boshqarma tomonidan tadbirkorlik subyektlari va
iste'molchilardan kelib tushgan murojaatlarni o'rganish hamda o'tkazilgan tahlillar va tekshirishlar natijasi bo'yicha jami 5 milliard 893 million so'mlik mablag'lar iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilingan. Shundan 3 milliard 954 million so'm maishiy chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqmaslik, 1 milliard 114 million so'm asossiz elektr to'lovlari, 423 million so'm uy-joy, 126 million so'm dori vositalarini sotishda referent narxlardan ortiqcha sotish kabi holatlarga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, reklama to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqib, tashqi reklamalarni tartibga solish maqsadida mahalliy hokimliklar bilan birgalikda joylarda doimiy ravishda monitoring va xatlov ishlari olib borilgan. O'tkazilgan monitoring va xatlov tadbirlari davomida axborot joylashtirish tartibiga, shuningdek, reklamaning tiliga doir talablarga rioya etilmagan holda o'rnatilgan 1257 ta tashqi reklama obyektlari aniqlanib, belgilangan tartibda mas'ul idoralar bilan hamkorlikda demontaj qilinib, olib tashlangan. Shu bilan birga, hududiy boshqarma tomonidan o'tkazilgan profilaktik tadbirlar natijasida tadbirkorlar tomonidan xususiy mulkka joylashtirilgan 1261 ta tashqi reklama qonunlashtirilgan hamda pasportlashtirilgan. Shuningdek, ogohlantirishlarga qaramay, reklama to'g'risidagi qonunchilik hujjatlariga rioya etmagan holda faoliyatini davom ettirgan hamda qonun buzilishni to'xtatmagan 21 ta xo'jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan moliyaviy sanksiyalar qo'llanilgan hamda 13 nafar korxona mansabdor shaxslariga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Shu bilan birga, korrupsiyaga qarshi kurashish hududiy kengashi va Samarqand viloyat prokuraturasi bilan tasdiqlangan Samarqand viloyat davlat organlarida korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish borasida 2026-yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar yo'l xaritasiga asosan hududiy boshqarma tizimida korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish borasida tizimli ravishda tegishli vazifalar bajarib borilmoqda. Jumladan, hududiy boshqarma xodimlari hamda Samarqand viloyat prokuraturasining mas'ul xodimlari ishtirokida manfaatlar to'qnashuvi holatlarini aniqlash, ularni bartaraf etish hamda oldini olish mavzusida maxsus seminar tashkil qilindi. Xodimlar bilan individual tarzda korrupsiyaning immunitetini shakllantirish mashg'ulotlari o'tkazildi. Korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish vazifasi ijrosi yuzasidan korrupsiya adolat kushandasi mavzusida hududiy boshqarma xodimlari ishtirokida tadbir tashkil qilindi. Shuningdek, hududiy boshqarma xodimlari tomonidan Savdo-sanoat palatasida korrupsiyaga qarshi kurash mavzusida seminar tadbirlari, Samarqand davlat chet tillar institutida talabalar hamda o'qituvchilar ishtirokida targ'ibot tadbirlari tashkil qilindi. Xodimlarning korrupsiyaga qarshi immunitetini shakllantirish uchun har oyda rahbariyat tomonidan korrupsiyasiz soha, men korrupsiyaga qarshiman, korrupsiya adolat kushandasi mavzularida tadbirlar o'tkazilib, korrupsiyaning oqibatlari haqida xodimlarga tushuntirishlar berib kelinmoqda. Hududiy boshqarma tomonidan viloyatda sog'lom raqobat muhiti yaratishni ta'minlash, iste'molchi huquqlarini tizimli ravishda himoya qilish va reklama faoliyatini tartibga solish bo'yicha tegishli ishlar davom ettiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.